Kim o? Shavkatjon. Do'stim, yaxshimisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Ko'chada turma, yur uyga kirib gaplashamiz. Yo'q, shu yerda gaplashaveramiz keyin. Kira olaylik, shu gapni ichkarida ham gaplashamiz. Kirib o'tirishga bir alohida kelaman. Seni oldinga bir ish bilan kelayotganman. Bir insondan qarzim bor edi. Bir oydan keyin beraverasiz deb $500 olgandim. Bugun huquqdan telefon qilib, aka, pul zarur bo'lib qoldi. Shuni bugun qilib bering, surishni deb qoldi. Aynan bir oy hisobini olgandim. Shunga mabodo senda $500 bo'lsa berib tursang. Men bir otamdan so'rab chiqayda hozir. Sen shoshmay turganda. Xo'p. O'rta, seni ham ovora qilib kuttirib qo'ydi, ya'ni. Rahmat. Bir haftada. Xo'p, bo'ldi bo'lmasa. Bo'ldi do'stim. Xo'p, Seni ham bezovta qildim. Gaplashamiz. xo'p. Dadasi yaxshi keldingizmi? Keldim. Qiynalmadingizmi issiqdan? Yo'q. Ana odam qarzini yana so'rayotgandi. Nima bo'ldi? Biror kishidan pul topildimi? Ha. Men huquqdan so'rab qoldim. Yaxshi Shokir o'rtog'imda bor ekan, $500 olib chiqib berib turdi. Senga bir haftada berib boraman dedi. Topilgan bo'lsa bo'pti-da. Ovqatingizni olib kelingmi? Ovqatlanib olasizmi? Issiqdan ovqat o'tmayapti. Ozgina dam olsam ekan. Kiyimingizga ozgina dog' tegib qolibdi. Alishtirib keyin dam oling. Shunaqa qilay. Olib bering. Yuring. Tur, shuni almashtirib olay. Men bir otamdan so'rab chiqayda hozir. Otamdan so'rab chiqayda hozir. Men bir otamdan so'rab chiqayda hozir. Otamdan so'rab chiqayda hozir. Men bir otamdan so'rab chiqayda hozir. Otamdan so'rab chiqayda hozir. Yosh bolalar ham o'ynaydi. Shavkatjon, tinchlikmi? Ishing bitmadimi? Do'stim, yo'q, hammasi yaxshi. Sendan olib qarz olib borib yopdim. Uyga bordim. O'sha paytda qarzni berishim kerak degan gap bilan miya aylanaveribdi-yu, seni so'zlaringga e'tibor bermabman. Uyga borib o'ylanib qoldim. Sendan pul so'raganimda otamdan so'rab chiqay deding. Bir gapda uzru. Seni otang o'tganiga 6 yil bo'ldi-ku. Do'stim, uyda kim pul topsa, o'sha inson uyda otasi bo'lar ekan. Hozir uyimizning otasi o'g'lim.